muloqotimiz Navoiy viloyatida o'tayotgan ekan. Muloqotga tashrif buyurgan mehmonlar, mutasaddi tashkilotlarning mas'ul xodimlari, ommaviy axborot vositasi vakillari hamda blogerlarga minnatdorchilik bildiramiz. Ruxsat olish. Lekin siz jamoatchilik nazorati organsifatida bevosita to'g'ridan to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish, iste'molchilarni himoya qilish hududiy boshqarmasi Navoiy viloyat hududiy boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslarning 24-yil davomida 1103 ta, 2025-yilda birinchi choragida 600 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. O'sha qo'yilmagan nosoz ahvolda 360 million jarima sudga beryapti-da bizani. O'zimizda iste'molimizda juda ham ortiqcha pul to'layotganmiz. Buning oxiri bormi? Qachon oxiri? Shu masalaga shu javob izlab keldim. Iste'molchilar bilan himoya qilish to'g'risida qonunchilikni eslatib, buni bajarmaslik huquqiy oqibatlarga sabab bo'lishi bo'yicha barcha quruvchi tashkilotlar ogohlantirib qo'yildi. Mana shu firmani olishni amaliyotga Uni ishlab chiqarish uchun nuqtai nazaridan kalkulyatsiya